Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga bir kichkina sir aytaman. Shu vaqtgacha videolarga tushmasdim. Bugun tushishga qaror qildim. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Mana ko'rib turganingizdek yana bir fayzli xonadonimizga keldik. Bu xonadonimizga diki hamda suratli jaluzilarimizni o'rnatib beramiz. Ish jarayonini kuzatib borishingiz mumkin. Oshxonani interyeriga moslab jaluzi pardalarimizni o'rnatib berdik. Kimdir-kim shunaqa jaluzilarni olayotgan bo'lsa, fotosuratli bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zimiz suparilardan qo'ymasin. Mana bu xonadonimiz bolajonlarimizning xonasi hisoblanadi. Xonadonimizda egalari bolajon ekanlar. Bolalarimiz xursand bo'lsin. Quvonch baxshiligiz etish maqsadida shu jaluzi pardalarini zakaz qilgan ekanlar, o'rnatib berdik. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Mana bu Avstraliyada havo chatoq. Bu yerda Kongo Respublikasi, bu yerda Braziliya. To'g'ri qanaqaligini bilmayman. Lekin biz xonadonimizga yana bitta bolalar xonasiga bino xaritasini o'rnatib berdik. Bunga ham ko'rib baho beraylik. Azizlar, mana dorgoylarimizni xonalariga diki pardalarni o'rnatib berdik. Bu pardamiz quyosh nuridan juda ham yaxshi himoya qilib beradi. Pardamiz kun-tun rejimida ishlaydi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Pardamiz yoqqan bo'lsa, tashkillar aymaydi. Mana sizlar, spalni xonamizga interyeriga moslab jaluzi pardalarimizni o'rnatib berdik. Mana bu yerga lisey pardalarini o'rnatib berdik. Quyosh nuridan 100% gacha himoya qilib beradi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mana bu xonamizga interyeri high-tech uslubida bo'lgani uchun pardalarimiz ham high-tech uslubida bo'ldi. Buni nomi diki deb ataladi. Kun-tun rejimida ishlaydi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu kun rejimi. Bunisi tun rejimi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqa chiqing hamda obuna bo'lishni unutmang.